Eldor. Ha. Las nimaydimi? Yo'q, yo'q, aytish kerak-da. Bunga qara. Ha. Bitta qo'play. Aha. Qaytdi. Aldab olib kelsan. Ha. Mana sementga boshidan ko'rsatamiz. Hadi, chaqiramiz. Bo'ladimi? Ha, Aziz, siz. Vel Aziz. Sabahdan kel olsun bitti solayık. Ha kes, sen işine gitti. Kim chaqirding ya? Ha. Bitta o'zing ko'tarsang nima qilar shuni? Qaragovdan. Aziz, sen o'zing shuni majda ko'tarib kelalasanmi shaxta? Nima u? Ijtimoiy yo'l emas. Mashina ko'tarib Qani bitta ko'tarib ketchi. Kel mana. Mana. Bitta kola beraman. Bo'ldi, olib beraman bitta ko'lab, bitta ko'tarib ketchi. Buni nima qilasan? Jo'rasanmi? Ha. Hozir ko'rasan, ha? Olasan bo'ldi. Bo'ldimi aka? Bo'ldimi aka? Bo'ldimi? Oldi mana ko'tardi. Yeni ko'rsatsam, okey? Ya qo'rqmaydi ya. Yana xarakter ko'rasan. Voy, qo'limni qarang, boshlandi, chidaysiz-a? Bo'ldi gap. Bo'lamizda endi. Qozoningda qara. Qog'otingga bitta mana shu boshiga O'sa chiroyli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana mikser xizmati bor Urgutda. Beton quyib beraveradi, bemalol gaplashaverasizlar. Faqat sizlardan kechayotgani shag'al bilan sement olib berasizlar. Bo'ldi. Hamma narsani Umurbek ukamizning o'zi olib borib chiplatib quyib beradi. Ustozi ham bor, aplapkalari hammasi o'zidan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zi bilan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatiga gap yo'q. Zo'r quyib beradi. Azizlar, o'zimiz borib uylaringizga mana shunday qilib quyib beramiz. Boshida o'zimiz turamiz. Mana qarangizlar, qanday quyiladi. Bojon, qanday xizmatlarimiz sizga ma'qulmi? Shukr, rahmat sizlarga, xizmatlaringizga yaxshi. Biz minnatdormiz. Obunachilarimizga nima deya olasiz? Obunachilarimizga aytishimiz mumkinki, mana xalqimizning xizmatini mana shu yosh bolalar shunchalik yengil qilib texnika bilan hojatimizni chiqarib bergani uchun katta rahmatlar aytamiz. Tavsiya qilasizmi podpischiklarimizga? Albatta, mana yurtdoshlar, mana shunday tavsiyalarni qilamizki, qachon xizmatlaringiz bo'lsa, bemalol aytib murojaat qilinglar. Juda ham yaxshi ishlaydi, yaxshi odobli bolalar. Ish qanday? Ish sifati? Ish sifatlari juda yaxshi. Menga ma'qul deydi, hammaga ham ma'qul kelishi mumkin. Rahmat sizga, tog'a. Sog' bo'linglar.